Assalomu alaykum. Dunyoning birinchi ayol donishmandi, dunyo o'zbeklarining onasi, mantiq ilmining malikasi, erkin ijodkor, mustaqil tahlilchi, O'zbekoyim nomli donishmandlar ravnaqi onlayn akademiyasining prezidenti Inobat Abiyeva Xolmanovaning O'zbekoyim taxallusi ostida yaratgan asarlarining ro'yxati bilan tanishing. Birinchisi Dil dardiga davo dorixona, ikkinchisi Islomda bor qomus, insonga or nomus, uchinchisi Rasululloh sharofatlari va Rasululloh kasofatlari, to'rtinchisi mantiqdan oziqlangan ruhiyat, beshinchisi ko'ngil sandig'idagi javohirlar, oltinchisi ilm va hunardan naql unar, yettinchisi dorivor gul giyohlar va orixor dil siyohlar, sakkizinchisi oliyjanoblarga xolis javoblar, to'qqizinchisi ko'ngli qoralar davosi va ko'ngli yaralar davosi, o'ninchisi aqli tuzuklar va xulqi buzuqlar, 11-si iste'moldagi so'zlarning mohiyatlari, 12-si siyosat sahnasidagi mantiqiy tasavvurlar uyg'unligi, 13-chi o'zbek o'ziga bek xalq, 14 haqiqat qaymog'i va haq niyat qiynog'i, 15 ishq qasrining fidoyilari, 16 tabiat tabib bo'lsa jamiyat adib, 17 til bilgan dil bilar, 18 ruhiy kasalliklarning oldini olish chora-tadbirlari, 19 tarixning qonli va shonli izlari, 20 masofadan fikr uzatish san'atining mo'jizalari, 21 mustaqillik va do'st ahillik qudrati, 22 inson Allohning oliy mo'jizasi, 23 ichkilikbozlik va ichki qulbozlik, 24 o'tmish saboqlari va ilmiy dunyoqarash, 25 ko'ngilfurushlar bazmi, 26 uyqu o'limdan olingan qarz, 27 davr o'z daholariga beshik, 28 yoshlarning muddaolari va g'ashlarning iddaolari, 29 O'zbekoyim minbaridan sadolar, 30 inson va vijdon muloqoti, 31 qalb saroyidagi rivoyatlar, 32 bilasizmi, 33 hazil ko'zgusida turmushga nazar, 34 so'qqaboshlik musibati va jiqqamushlik xusumati, 35 lavozimning nayrang oshi va mulozimning xarsangtoshi, 36 antiqa nahanglar va mantiqli ohanglar, 37 maqsad tarbiya o'chog'i, mansab sarmoya po'chog'i, 38 odamiylik kitobining nurli sahifalari, 39 tafakkur maydonidagi aql janglari, 40 din taqvo egasining nasihatlari. Siz bu asarlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, donishmandlik sirlarining mantiqiy asoslarining onlayn darslarini ijtimoiy tarmoq